ega bo'lgan. Qiziq tomoni Fransiyadagi o'yinda fransuzlar finalda Portugaliyaga yutqazib qo'yishgan. Xuddi Portugaliya 4 yil oldin, bundan 12 yil oldin 2004-yil yutqazgani kabi uyida. Italiya terma jamoasi pandemiya davrida g'olib bo'lgan, bilasiz, juda ko'p mamlakatlarda o'tkazilgan Yevropa chempionatida skvadratura hammani hayratlantirgan edi. Ana endi oxirgi g'oliblarga murojaat qilamiz. Bu Ispaniya terma jamoasi va bu ispanlar g'oliblikni qo'lga kiritgan Yevropa chempionati menimcha eng ishonchlisi bo'lgan desak bo'ladi. Mana o'sha nurli 72-yilga yo'l olyapmiz. Alemaniya, Germaniya terma jamoasining zafarga yurishlari g'oliblikni boshlari uzra ko'tarayotgan lahzada umuman o'zi mana Panenka mana shunaqa kiritilgan edi. Mana shu muzeyda yuribmiz. Afsonalar uyida yuribmiz. Yevropa chempionatini istagan bo'ldingizlar. Lekin mana buni baribir hazm qilib oldik.